Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, mana bu Ariston qo'yilganiga olib borsa 1 yil bo'lgan ekan. Hozir ichidan nimalar chiqqanini ko'rasizlar. Bu juda ham nasıl bo'ladi, ohak bosib ketgan ekan. Bu Ariston juda xavfli bo'ladi o'zi aslini olganda. Misol uchun, men eshitishim bo'yicha bitta joyda Ariston portlaganda devor buzilgan deb eshitganman. O'sha joyda o'zim ko'rganman pashti. Portlagan joy remont qilib qo'yilgan, просто tak. Bu Aristonni har yili tozalash kerak deb o'ylab qoldim men to'g'risi. Chunki bu Ariston qanaqa chiqqanini ko'rsangiz, hozir oz qoldi. Ariston ichidagi tentlari nimasi bo'ladi? Ohak deshadi endi. Shunaqa ohak bosib ko'payib, musullari ko'payib ketganda, masalan bu qiziganda necha gradus, masalan 60 gradusga qo'ysangiz, suv 60 gradus bo'lganda avtomatik o'chiradigan termostati bor, ana o'rtadagi uzun simga o'xshab turibdi. Usti qalin, lekin o'zi ingichkaroq narsa bo'ladi. Shu narsa issiqlikni yaxshi sezmay qoladi qalinlashganda. Keyin u tentga buyruqni kech beradi. Misol uchun 60 issiqlik bergan bo'lsangiz, burab qo'ygan bo'lsangiz 60 ga, u 80-90 gradusga borganda o'chirishi mumkin. Bu o'chirishi ham tenti ham bu tomonlama yaxshi isimaydi, qizdirmaydi. U suvni o'sha gradusga chiqarib olish uchun ham juda ko'p yoniq turish kerak bo'ladi. Masalan, yarim soatda 60 gradus suv, issiq suvni chiqarib bersa, suvni isitib bersa yarim soatda. Bu bunaqa ohak bosgan tent bilan 40 minut yoki 50 minutda isishi mumkin. Shu bilan birga shu elektr rasxod ham ko'payadi. Pashti 2 barobarga ham ko'payib ketishi mumkin. Keyin yana bitta masala bu tent shunaqa qilib ustlari ohak bosgandan keyin uzoq vaqt o'chmasdan qoladi va ana tent ustidagi qiziydi. Bu tent kipillikka o'xshagan narsa bo'ladi. Uni yorsangiz ichidan mayda spiral bo'ladi. Ko'rdinglarmi? Mana ingichka narsa bo'lib qoldi. Shu mayda spiralda tok o'tadi. U yorilgandan keyin avtomatik suv tent ichiga kiradi va tent ichidagi spiraldan tok suvga o'tib, yuvinayotgan odamni yoki qo'l yuvayotgan odamni tok urishi mumkin. Bu aslida olganda juda ham xavfli narsa. Shuning uchun o'zingizlar ham bemalol tozalab qo'ysanglar bo'ladi. Shu videoni ko'rib, men ham to'g'risi birinchi tozalashim edi bu. Xudo xolasa yana ikkita Ariston bor, ikkovini ham tozalash kerak vaqtiga qarab. Juda ham mahkamlab qatirib qo'yish kerak ekan. Kuluch yomg'irida to'g'risi olib kelolmadim kulishda. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikr bildirib, foydali bo'ldi deb yozib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'laman. Sizlarga foydam tekkandan. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ustalarga hamlak bosishadi. Usta bo'lsa hamlak bosishadi. Kulib turib qo'lida ishaz bobe, telefonida esa mening videom bor. Beton gisht chang bo yo'q edi, ustaga ham scroll qiladi. O'zimnikidan yaxshiroq deb yurakchani bosib qo'yadi. Ko'zoyna ko'stida kulgu yaltirab, taska ichida qulf kalitlar. Kunduz ish,